Bu hayotda har bir inson boy, badavlat, kuchli bo'lishni xohlaydi. Biz har doim nimadir kutamiz, imkoniyat kutamiz. Kimdir hayotimizni o'zgartirishini yoki tasodifan yo'ldan $1000 pul topib olishni orzu qilamiz. Lekin savol, nima uchun o'sha imkoniyat tomon o'zimiz harakat qilib bormaymiz? Atrofingizga qarang. Oddiy bir telefon, oddiy bir texnologiya sizni hayotingizni qanaqa darajada o'zgartirib yuborishi mumkin? Chunki atrofingizdagi insonlar Instagram, Vine, bekorchi narsalar bilan vaqtini bekorga sarflayapti. Ular hali shirin uyquda. Agar siz sun'iy intellekt texnologiyalarini yaxshi tushunib, zamon bilan, zamonaviy bilim bilan bitta sohani olib o'rganadigan bo'lsangiz, sizga 4-5 yil kerak emas bir sohada natija qilish uchun. Va bugungi video agar siz 16-25 yoshgacha bo'lsangiz, aynan siz uchun. Temuriy avlod akademiyasiga xush kelibsiz. O'ylaymanki, siz hayotingizdagi eng to'g'ri qarorlardan bittasini qabul qildingiz. Ismim Nusratilla, Temuriy avlod akademiyasi asoschisiman. Biz bu akademiyada maqsadimiz yoshlarni kuchli, boy, badavlat va bilimli mutaxassis sifatida yetishtirish. Va aynan shu jamiyat bizga yordamga keladi. Bu yerda siz nafaqat sun'iy intellektni qanaqa ishlatish, mahsulot yaratish, Shopify dropshipping va boshqa sotuv kabi sohalarni o'rganasiz. Undan tashqari siz qanaqa qilib matrisadan chiqish, mustaqil moliyaviy mustaqillikka erishish, o'zingizni bilimingiz bilan bitta telefon orqali uydan qanaqa pul topish mumkinligini hamma sirlarini o'rganasiz. $100 dan $50,000 ishlashimga yordam bergan bilimlarim, hamma sirlarimni mana shu jamiyat ichida men aytib, sizlarga o'rgatib boraman. Oralaringizda qaysi birlaringiz universitetga endi topshirib, yangi orzu umidlar bilan hayotga kirib kelayotgan bo'lsangiz, kimdir universitetni bitirib olgan diplom befoydaligini tushunib, ish qidirish bilan ovora bo'lishi mumkin yoki kimdir qaysi sohani tanlasam, qaysi biznes qilsam ekan deb bosh qotirayotgan bo'lishi mumkin. Aynan Temuriy avlod akademiyasi shunaqa insonlar uchun biz shu akademiyani yaratdik. Bu shunchaki oddiy kurs emas. Bu jamiyatga qo'shilgan har bir inson kamida bilim, tajriba va qanchadir pul bilan chiqib keta oladi. Men sizga shuni garantiya beraman. Siz bilim o'rganishingiz uchun, hayotda muvaffaqiyatga erishishingiz uchun sizga motivatsiya kerakmi? Pul kerakmi? Men har oy sizga o'sha pulni beraman. 65 million so'm shaxsan o'zim yaxshi natija qilgan o'quvchiga o'zim pulni topshiraman. Undan tashqari ko'plab sovg'alar, Dubayga sayohat va bilimingiz, ilmingiz orqali siz mana shu sovg'alardan birini yutib olishingiz mumkin. Va aynan bizda Temuriy avlodini shunaqa motivatsion ruhda qurganmiz. Menda umumiy qiymati, market kapitalizatsiyasi $50,000 dan ortiq baholangan Ecom video sun'iy intellekt dasturi bor. Va aynan bizda jamoamiz bilan bu dastur orqali biznesmenlarga xizmat ko'rsatib kelyapmiz. Temuriy avlodda men hamma sirlarimni sizga o'rgataman. Qanaqa pul topdim, bu darajaga qanaqa qilib keldim, hammasini o'rganasiz. Agar sizga motivatsiya kerak bo'lsa, har oy men sizga o'sha 65 million pulni eng loyiq bo'lgan yaxshi o'quvchiga topshiraman. Bundan ortiq sizga qanaqa motivatsiya bo'lishi mumkin, men bilmadim. Sizda tanlov bor. O'zingiz qaror qabul qilishingiz mumkin. Bir martalik to'lov 497 ming so'm yoki kuniga atigi 5600 so'mdan to'lab Temuriy avlod akademiyasiga qo'shilib hayotingizni yaxshi tarafiga o'zgartiring yoki oddiy inson bo'lib o'sha komfort zonangizda qolib ketishingiz mumkin. Tanlov o'zingizniki. Temuriy avlod akademiyasiga xush kelibsiz. Pastdagi tugma orqali bizani akademiyamizga qo'shilishingiz mumkin.